Further on China, Undersecretary Crock sent a letter recently to the governing boards of American universities, alerting them to the threats the Chinese Communist Party poses. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2-sentabr kuni so'z qilib, Xitoy Kompartiyasidan kelayotgan tahdid haqida to'xtaldi va uningga qarshi tadbir elayotganligini bildirdi. Mike Pompeo so'zida Xitoyni tilga olib mundaq dedi: Trump hukumati Xitoy bilan bo'lgan munosabatini Amerika qanday muomala qilingan bo'lsa, uningga mos holda inkas qaytaradigan yo'lga selishga tirishayotidi. Xitoy Kompartiyasi chet ellik diplomatlarning Amerikadagi faoliyatlariga to'sqinlik qilyotidi. Bo'libmi Xitoy Amerikadagi oliy maktablar, taratqular va ommaviy aloqa vositalariga singib kirib, amerikalik diplomatlarning normal ijtimoiy aloqalardami Xitoy fuqarolari bilan uchrashishiga yo'l qo'ymayotidi. Mike Pompeo yana mundaq dedi: Bugun men shuni jakarlaymanki, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy diplomatlarining Amerikadagi oliy maktablar va yerlik hukumat amaldorlari bilan o'tkazadigan faoliyatlarga ruxsat oladigan mexanizmni qurib chiqdi. Keyingi qadamda biz barliq Xitoy elchixonalari va konsulxonalarining ijtimoiy aloqa hisoblarini aniqlab chiqamiz. Mike Pompeo so'zida yana Amerika Oliy maktab ijroiya komitetining yaqinda hukumatga maktub yo'llab, Xitoy Kompartiyasining Amerika oliy maktablaridagi kishilik huquq, ilmiy erkinlik tahdid sog'ligi, oliy maktablarga iyona qilgan pulida qonunsiz qilmishlarning borligi, chet ellik o'quvchilarga tahdid sog'ligi, aqliy mulk huquqini o'g'irlaganligi deganda qilmishlarni ma'lum qilganligini aytdi. U oxirida Xitoy Kompartiyasiga qo'yiladigan jazo tadbirlari haqida to'xtaldi. U mundaq dedi: Savdo ministrligining tizimligidan kishilik huquqqa tajovuz qilish, harbiy savdo va boshqa jinoyatlarga chetishliq Xitoy shirkatlari bor. Xitoyning cho'ng shirkatlarining Amerika paychigi bozoridagi qilmishimi chekdan oshib ketdi. Biz Xitoydagi ba'zi shirkat va shaxslarga jazo yurgizish orqali Xitoy Kompartiyasining kengaymichiligini cheklaymiz. Mike Pompeo so'zida yana Xitoyning qo'shni davlatlarga tahdid solayotganligini, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi chegara to'qinishining tinch yo'l bilan hal bo'lishini umid qiladiganligini bildirdi.